DTM'da aylana tenglamasiga taalluqli bo'lgan test x kvadrat plus y kvadrat minus 2x minus 2y teng 0 tenglama bilan berilgan aylana uzunligini toping. Endi testni yechishga o'tamiz. Buning uchun aylana tenglamasini bilishimiz kerak bizlar. Ya'ni x minus a ning kvadrati plus y minus b ning kvadrati teng r kvadrat bo'ladigan bo'lsa, a va b aylana markazining koordinatalari, r aylana radiusi bo'ladi. Bundan tashqari aylana uzunligini topish formulasini ham bilishimiz kerak. Endi testni yechishga o'tdik. Xo'p, x kvadrat plus y kvadrat minus 2x minus y teng 0 ni aylana tenglamasi holatiga keltirishimiz kerak. Ya'ni tenglamaning umumiy ko'rinishi holatiga keltirishimiz kerak. Buning uchun nima qilaman? X kvadrat yozaman, minus 2x qilaman, plus 1 yozaman. Shunda x minus 1 kvadrati bo'ladi. Plus y kvadrat qilaman, minus 2y plus 1 qilaman. Bu ham y minus 1 kvadrati holatiga keladi. Ikkita 1 qo'shdim, 2 ni ayiraman-da 0 ga tenglayman. Shunda 1 ga 1 2, 2 bilan ketsa 0 bo'lib qoladi. Endi buni o'zini x minus 1 ning kvadrati qilib yozaman bu qismni, plus y kvadrat minus 2y plus 1 ni y minus 1 kvadrat qilib yozaman. 2 ni o'ng tarafga o'tkazaman. 2 bo'ladi. Ya'ni aylana tenglamasining umumiy ko'rinishiga keldi bu. Ya'ni x minus a ning kvadrati plus y minus b ning kvadrati teng r kvadrat ko'rinishga keldi. R kvadratimiz 2 ga teng ekan bundan. R kvadrat teng 2. Bundan aylana radiusi ildiz 2 ga teng ekan. Endi aylana uzunligini topamiz. L teng 2pi r formuladan 2pi ko'paytiruv ildiz 2 r ni o'rniga qo'ydik. Ya'ni 2 ildiz 2 pi bo'ldi. Demak, aylanamizning uzunligi. Berilgan testimiz javobi C. Bu test professional 2-qismda olindi.